Assalomu alaykum. Yangi Andijondagi Green City loyihasiga xush kelibsiz. Siz oilaviy qulay va yuqori sifatli xonadonlar izlayapsizmi? Green City loyihasi sizga o'zining mustahkam qurilgan va ekologik toza hududda joylashgan uylarni taklif qiladi. Ushbu majmua 55 gektar maydonda Xitoy sarmoyasi asosida barpo qilinmoqda. Bu yerda biznes markaz, mehmonxona va 3000 ta zamonaviy xonadon barpo etiladi. Loyiha hududida savdo markazi, dehqon bozori, banklar, ko'p qavatli uylar va villa zonalari mavjud. Loyiha aynan shahar markazida joylashganligi uchun maktab, bolalar bog'chasi, shifoxona, ipoteka markazi, viloyat, davlat idoralari juda yaqin. Bugungi kunda yangi shaharchada 15 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Infratuzilma to'liq shakllangan. Ayni vaqtda sotuvda 2 ta 7 qavatli turar joy bloki, 240 ta tayyor holatga yaqin xonadon mavjud. Xonadonlar 51 metr kvadratdan 66 metr kvadratgacha, shift balandligi 3 metrni tashkil qiladi. To'liq ta'mirlangan holda topshiriladi. Green City Andijonning kelajak shahrida. Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq murojaat qiling.